Sardor aka, nima qilyapsiz? Obunachilardan nima bekyapsiz? Obunachilardan narsa bekitmayapmiz. Obunachilarga yangilik tayyorlayapmiz. Qanday yangilik ekan? Obunachilarning orzusini amalga oshirish uchun, xudo xolisa, super showimizda yangi turga start bermoqchimiz. Ha, Litox qo'ymoqchimisiz? Yo'q, bu safar mashina emas. Bu safar xudo xolisa qalin pul bo'ladi. Mana obunachilarning orzusidagidek glavniy sovringa yetadimi 10 ming? Bor yo'g'i shumi? Bu obunachilarimiz orzusi amalga oshadigan pul emas, qalin pul emas. Ha, bo'pti, glavniy sovrin 20 ming. Yetadimi? Obunachilar nima deslar? 20 ming glavniy prizga yetadimi? Yoki yana qo'shsirlarmi Sardor aka? Birinchi o'ringa 20 ming dollar. Ikkinchi o'rinimizga mana xudo xolisa 10 ming. Uchinchi va to'rtinchi o'rinimizga 5 ming. Uchinchi o'rin. To'rtinchi o'ringa 5 ming. Va undan tashqari 100 dona 50 dollardan pul prizi bor deganlar. Va eng ko'p diqqat qilamiz. Eng ko'p podelitsiya uchun, like, podдержка uchun, подписка uchun ham alohida 1000 dollar olib qo'yganmiz. Alohida 1000 dollar, xudo xolasa bir haftaga g'olibning egasini aniqlaymiz. Ekraningizda ko'rib turgan Telegram, WhatsApp 24 soat aloqada. Bemalol aloqaga chiqib, o'yin haqida to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bir bilet narxi deganlar, atiga 1000 rubl 5+1 aksiyasi bor.